Daraxtga tegib turishim to'g'rimi? Endi bunisi gapirsa bo'ladi. Mana stolbani bu yoqqa olib o'tsa bo'ladi-da, mana aholini elektr energiyasini bunday olib kelsam mana. Shuni mana bunday qilsa olib o'tib bersa bo'ladi. Lekin bilmaymiz, birovni to'g'ri o'ldirish kerak, bir bola bo'lish kerak bergan. Turishdi qarang. Yaqinroq olaydi mana. Daraxtga tegib turibdi ba'zida, ko'ringizlarda buni. Ularga odamiylik yuzasidan telefon ham qilib aytilyapti, boshqa ham qilinyapti. Samarqand viloyat Pazarg'om tuman elektr energiyasini boshlig'i Umid Salimga. Mana padarka sizga aka bu. Sizlarga mana yaxshi tilda ham tushuntirib ko'ryapmiz. Boshqa mana turishini qarang. Mana daraxt qarang endi. O'rtasi qancha masofa bor. Xudo ko'rsatmasin, agar yomg'ir yoqqidek bo'lsa, birovni bolasini aniq yerda to'g'ri o'ldirishi. Biz hayronmiz. Bu tashkilotlarga bir-biriga soladi, unisi bunisi soladi, mana to'kdi qarang. Bu nima vaziyat? Bu nima turish? Odam joni ketyapti-da bu yerda. Bu sim bir tiyinga qimmat. Bir tiyinga qimmat. Pulga olib qo'ysa bo'ladi, lekin odam jonini olib qo'yib bo'lmaydi-ku.